Rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, azizlar, yaxshimisizlar? Xitoy provinsiyasini Foshan degan viloyatidamiz. Qalay chiqdi? Foshan. Xitoycha gapirishni boshladim mana. Nomlarni aytyapman sekin-sekin. Xo'p, bu sauna uchun hidlar tayyorlaydigan zavod ekan, Guangzhou bo'yicha eng zo'r ekan xullas. Endi kelgan zavodda bu Xitoylarning o'zini madaniyati bor, madaniyatga ko'ra bular choy beradi mana. Choylar. Tarvuz ham so'rdi, tarvuzi o'zbek tarvuziga yetmaydi. Xitoy nimasini maqtasa ham, zato tarvuzimiz bor deb men maqtayapman. Bizni tarvuzga yetmaydi baribir. Choylari zo'r, choydan ichdik. Bizda ham namoz o'qiydiganlar bor. Bularda ham namoz o'qiydi mana. Mana shu namoz. Bu ibodatxonasi. Ibodatxonasi. Mana uni bitta oladi. Yoqadi. Sizlar temeli bu ibodatni bo'lib qolmasin. Ibodatxonasi. Yoqadi, o'sha mana shu butni ruhiga al-Fotiha deydi turklar. Burada shunaqa. Butuni ruhiga chiroq yoqadi, chiroq. Hello. Niha. Salom. Bu tushuntirsin nima ishlar qiladi? 老板，你解释一下，这是我们国家，你说一下你的是这工作，你们工厂是做什么的？哦，我是金字堂，做那个护肤的，就是做香水的。香水的，养生。养生嘛，金字堂是问题的。金字堂。说是 aroma 不能说过了，那是黑aroma 黑。Guangzhouda eng katta zavod degan gap to'g'rimi shularnikimi? 听说你们是在广州是最大的一个工厂企业是吧？是吗？是的。Nechta davlat bilan ishlaydi? 你是跟几个国家是合作？有没有出口啊？有。几个国家？哪一个国家？美国、阿美国、新加坡、好多个国家，觉得这好多个国家，也基本上东南亚都有。你一年是能做多少钱的生意呢？就是1000万人民币，1000万美元。大概人民币几个亿。几个亿bir necha 100 milliondan oshiq yuanda оборот qiladi. Keyin eng ya'ni ko'p xaridor bo'ladigan davlatlar qaysi davlat? 最多哪一个国家是需要你的商品的呢？我们不是专门做出口，大部分呢就是国内和国外。国外是吧？国内国外都有。不是bu yerda kimdir qaysi ko'p oladi demayman, lekin o'zimiz Xitoyda ham ko'proq ketadi bu narsa. 我们大部分的还是国内的生意。 Xitoy baribir ko'p, o'zimiz ichki bozor baribir katta hisoblanadi. 国外有出口。谢谢。Bitta katta zavodda direktorini qanaqa yurishini ko'rsatib. Kiyimi qarang, Xitoy kiyimini o'zi, oyoq kiyimini qaranglar. Bizni supramiz quruq, Louis kiyib olganmiz. Buni zavodi bor. Kiyib olgan kiyimini. Mahsulot ishlab chiqaradi. Qura arama. Mana sizlar. Xudo xolisa. Hammom eski tos. Xo'p, bu Xitoy bizga o'zini madaniyatiga ko'ra choylar sovg'a qildi. Mana shu choylar mana kelgan mehmonlarga beriladi. Biz ham eski hammom uchun sotib olyapmiz bundan, hidlardan. Bundan tashqari bizni zamonaviy biznesning ko'hna ildizlari nomli trening darslarimiz bor, bilasizlar. 2000 ga yaqin odam o'qidi menimcha. Biznesga aloqador networking bo'ladi, tanishuvlar bo'ladi. Undan tashqari mana hozir Xitoyda biz tadbirkorlar bilan ko'rishdik, tadbirkorlikka aloqador masalalar, mavzularni gaplashdik. Va ko'p odam, men biroz ishlarim ko'payib ketganiga to'xtatib qo'yganim uchun ko'p odam so'radi, shuni davom ettiraylik. Chunki iqtisodiy yo'nalishda shartnomalar tuzishda ko'p odam xato qiladi. Sherikchilikda ko'p muammolar bo'ladi. Shu muammolarni yechimiga foydalandik, foyda oldik shu suhbatlardan degan do'stlarimiz ko'p. Va shular yon atrofdagilariga, boshqalarga
taklif qilishyapti, kelinglar. Shu narsani yana uyushtiraylik deyishdi. Yangi formatda zamonaviy biznesning ko'hna ildizlari nomli biznes suhbatlarimizni yangi mavzularda tashkil qilyapmiz. Nasib bo'lsa 9-avgustga belgilandi shekilli. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman. Xohlaganlar, ishtirok etmoqchi bo'lganlar kelishi mumkin. 8 ta dars bo'ladi, adashmasam. Darsimiz hozir tadbirkorlikka, O'zbekistonning kelajagini rivojlantirish, xalqimizni farovonligini oshirish, moliyaviy erkinlikka chiqish uchun qadamlar. 100 yillik, 200 yillik rejalarni tuzish. Bu haqida gaplashamiz. Bizni o'sha Numa kompaniyada hamkorlikda ishlayotgan nabaviy tabobat yo'nalishimizni ham ko'pchilik so'radi. Men reklama deyishyapti. Reklama emas, o'zimizning mahsulot bo'lgani uchun, o'zimiz tabiiy mahsulotlarni ichishga targ'ib qilganimiz uchun buni ko'rsatyapmiz. Bir kishi so'radi. Masalan, deylik, kapsulani olib ichgandan bozorga tushsa, toza sedanani o'zidan ichsa bo'lmaydimi? To'g'ri fikr shu ham. Bu apandani askiyasi bor, eshitgan bo'lsanglar kerak. Apandi olmani urug'ini yeb tursa, yonda bittasi boy kelibdi-da, "Nima yeyapsan?" desa, "Olmani urug'ini" debdi. "Nima foydasi borsa, kallani ishlatadi" debdi. "Qanchadan desa, donasi 10 mingdan" debdi. 4tasini 40 mingga olibdi-da boy, chaynab yeb, ozgina turgandan keyin "To'xta" debdi, 40 mingga debdi, 3 kilo olma beradi. Ichidan qancha urug' chiqadi? Ha, undan ko'ra o'shani olsam bo'lmaydimi? Sen apandi shunaqa qilsam bo'lmaydimi desa, aytmadimmi dermish. Kallani ishlatar ekanmi? Xuddi shunaqa odamlarning kallasi ishlab ketadi-da. To'g'ri. Sedanani o'zini yesangiz afzal o'zi aslida. Faqat sedanani o'zini yeyish afzal degan odamga sedanani yeng. Afzal deb gapirib ketib qolmang. Qanaqa qilib yeysiz? Bitta kapsulada 100 gram sedanada bor bo'lgan timahinmi degan modda bor. Timahinaminmi degan modda xullas. Immunitetni oshiradigan sedanadagi eng foydali modda shu. Boshqa moddada bo'lmaydi. Deyarli men asosan sedanada bo'ladi. Sedanani ham do'stlar, qora sedanani Malayziyada chiqadigani bor ekan, eng sifatlisi. O'shanda ko'p bo'ladi, hali yuqorida aytgan modda. Yo'q, men u kapsulani ichmayman desangiz, bir dona kapsuladagi o'sha modda 100 gram sedanada bo'ladi. Bir kunda 6 dona kapsula ichsangiz, ertalab 2 dona, bitta 2 dona, kechqurun 2 dona. 600 gram sedana yeyishingiz kerak. 600 gram yarim kilodan ortiq degani. 600 gramni chaynab yeyishingiz kerak. Juda yaxshi bo'ladi, bemalol. Yeng. Yaxshi albatta. Lekin kapsula qilishdan maqsad nima desa, asosiy manfaatini, po'choq-mo'chog'ini olib tashab, asosiy manfaatini jamlab qo'yish. Sedana bo'yicha ham murojaatlar ko'p, bolalarimiz ulgurmayapti. Lekin manfaati borligi uchun astoydil harakat qilyapmiz. Call centerlarimiz ishlab turibdi. Uni ham telefonlarni qo'yaman. Zebaka zamonaviy biznesning ko'hna ildizlari nomli biznesimizni nasib bo'lsa yana boshlaymiz. Nomerlarni qo'yib qo'yaman inshaalloh. Hozirdan og'ziga aytsak bo'lmaydimi nomerni? 78 mida? 178. Hozir nomerimni aytaman. Yozib olasizlar. Nechilik? 78lik. 113 71 11. Zamonaviy biznesning ko'hna ildizlari. Kursda qatnamoqchi bo'lgan odam shunga telefon qilsa gaplashishadi, tushuntirishadi. Yana bitta narsa. Sedana, Amega, Qustul Hindi to'g'risida telefon raqamini qo'yaman-da. Olmasangiz ham telefon qilib ma'lumot so'rang. Bir so'rab ko'ring. Olish shart emas. Men sizga oling demayman. Ma'lumot so'rab ko'ring, ilm bo'lib qoladi. Amega nima uchun ichiladi, unda nima modda bor, sedana nima uchun ichiladi, nimasi foyda, Qustul Hindining nima foydalari bor, bemalol erinmasdan so'rang. Keyin siz agar haqiqatda shunga ishonch hosil qilsangiz, olib ichib ko'ring. Mabodo sizga o'sha yaxshi manfaat bermasa,
Menga shuni ayting, men sizga pulingizni qaytarib beraman. Sizga shunday bitta test uchun ham berishim mumkin. Men o'zim kompaniyani bir vakili o'laroq ma'lumot uchun ham so'rang. Ya'ni bu foydali tabiiy modda hisoblanadi. Buni qarang. Qo'lda ishlagan mana shuni. Qarang. Bu yerda ham o'sha diniy aloqasi bor ularning yo'nalishi mana. Mana bu butlar. Butlar haqida tushunchalar bor ko'pchilikda. Budda o'zi aslida avliyo odam bo'lgan. Allohni tanigan odam bo'lgan. Budda Allohni tanigan odam bo'lgan. Dunyodan o'tgandan keyin uni ilohiylashtirib, unga sig'inib ketishgan. Uni ruhi, uni falon narsasi, ishton narsasi deb mana. Mana o'sha Buddaga yo'naltirilgan Xitoy shunaqa joy. Xo'p, bu menimcha original emas. Bu original emas. Diyorlarni ko'ryapsizlarmi? Xitoycha qadriyat. Xitoycha an'ana. Xo'p, shom kirdimi bizda yo'qmi? Bizda yo'q. Salomat bo'linglar. Xitoyda ko'p sizlar bilan bog'lana olmayapmiz. Batafsil suhbat ham qilarmiz inshaalloh. Telefon qilinglar. Yaqin kunlarda ham diydorlashamiz. O'zingizga aytib. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.